Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari. Siz ko'rib turgan video lavha Mohir Gulchilar tanlovining 3-bosqich 10-raqamli ishtirokchisi Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi Dadaboyeva Guljahon opamizning ijodiy ishidir. Ushbu video lavhada ishtirokchining o'z uyidagi mehnati, parvarishlagan gullari va go'zallikka bo'lgan mehri aks ettirilgan. Sizdan so'raydiganimiz, lavhani ko'ring, bahramand bo'ling va munosib baho bering. Agar ushbu ishtirokchining mashaqqatli mehnati natijasi bo'lgan gullari sizga yoqqan bo'lsa, uni qo'llab-quvvatlang. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Eng muhimi, video lavha ostida izoh, kommentariy qoldiring. YouTube videosi ostida eng ko'p mazmunli izoh, kommentariy to'plagan ishtirokchi tanlov g'olibi deb topiladi. Izoh, kommentariyda zo'r, omad kabi qisqa so'zlar va sizni ilhomlantiradigan fikringizni yozib qoldirsangiz, ishtirokchini yanada kuchliroq qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Shuningdek, ushbu ishtirokchimizning qaysi gullari sizga manzur bo'ldi? Shu haqida ham fikringizni izoh kommentariyda yozib qo'ying. Bu biz uchun muhimdir. Bu yil ustoz Liliyani mahroviy sortidan oldim. Mana boshqacha mahroviy sortlarini oldim. Ular ozgina kechroq ekilgani uchun kechroq yetib keldi. Ular hali juda kichkina, nimagadir bu boshqacharoq chiqyapti. Mana bu joyda ham bor. Mana bu joyda bu Mojito'da limonligi. Uni barglarini qarang boshqacha. Mana Mojito'dan farqi bor. Buni barglari katta ham hidi, limonni hidi chiqadi. Choyga solib damlab, qon bosimi oshganlar ichsa qon bosimini pastlatadi. Bu esa yalpizligi. Ikkalasini o'rtasida farq bor. Assalomu alaykum ustoz. Meni mana go'zal liliyalarim juda chiroyli ochilgan. Bular mana ochilmoqda, yana boshqacha ranglari qizil, olov rang, pushti, aydahu, hali o'rtasida nuqtalari bor. Qizilda ham 3 xil 4 xil rangi bor. Sariq mana yorib kelyapti. Qizilda yana boshqacha ranglari, to'qroq, ochiroq. Mana olov rangda ochirog'i. Juda chiroyli liliyalar, go'zal liliyalar. Juda ham chiroyli. Mana oqlari ochilmoqda. Oqlarini ham 3-4 xilini olganman. Oqlari ham har xil oq, oppoq oq, молочный oq, qaymoq rang oq, ya'ni Georgin ochilyapti. Georgin gunchalari mana bu esa buldanesh, bular chiyani urug'latmoqchiman. Ham mana bu gul ko'chatlarini qurib qolishini oldini olib turadi tagida. Georginni yerdan olmagandim, o'zi yana chiqib, o'zi shuna gunchalab, o'zi ochilyapti mana. Mana bu joyda lavanda. Bu oq marjon deb qo'yar ekan. Mana bu joyda ham tepaga chirmashib chiqadigan atirgul. Xo'p, bu yerdan mana piyonlar boshlanadi. Mana bu sirenni boshqacha navi, chiroyli sorti. Bu yerda ham piyon. Mana bu joyda men aytgan ana shu boshqacha ochiladigan klimatis guli, yonida ho'stacha. Mana piyonlar bir-biridan go'zal, chiroyli ochildi. Oqi bor, sarig'i bor, qizil, pushti, barbaris. Mana bu joyda go'zal ho'sta. Chiroyli bo'lib qoldi ho'sta. Mana bu yerda ham kichkinagina ho'sta bor. Kattayapti bu yilekdan. Bu yerda siren, bu o'zimizni местный siren. Bu yana boshqacha qizil. Mana qarang bo'ylarini. Mendan baland, meni o'zimdan baland. Ular ham yorilish arafasida 1,
2 3 4 5 6 7 8 ta 9 ta g'uncha. Bu yana boshqacharoq rang. Bu sal kechroq ochiradi nimagadir. Bu qizilni boshqachasi. Bu yana boshqacha. Juda chiroyli, o'ta go'zal. Aziz gulshaydolari, mana bu garteziya gullarim rosa chiroyli g'unchaladi. Juda chiroyli g'unchada. Ochilish arafasida, уже mana boshi ochilishni boshladi. Bunga limonli suv quyaman, chunki bilasizlar, metilchatli gartenziyalar kisli to'riflarni yaxshi ko'radi, kisli ozuqalarni yaxshi ko'radi, fosfor kaliyga boy bo'lgan dorilarni, ozuqalarni yaxshi ko'radi. Ulardan doimiy ravishda solib turaman, o'zini me'yorida, o'lchamida. Yana bitta foydali narsa, o'zimizni doimiy yonimizda bor bo'lgan sotib olsa ham bo'ladi, tayyor chipslar sotib olsa ham bo'ladi, lekin men tabiiy holatda mana bunday yong'oqni g'uddalaridan foydalandim. Bularni g'uddalarini terib olib kelib, yaxshilab quritib, bularni tuyib, mana bunday mayda ko'rinishga keltirib, gartenziyalarim taylariga soldim. Ularni tanasidan sal uzoqroqlarga mana bunday mulcha ko'rinishda solish kerak ekan. Men mana bunaqa tarzda ular gartenziyam taylariga solib qo'ydim. Bu ham namlikni saqlab turadi. Gartenziya bilasizlar, namlikni yaxshi ko'radi. Ham archani g'uddalarining tarkibida antibiotiklar bor ekan. Ana shular uni turli kasalliklardan himoya qilib turadi. Bu shamshod iskirib deb qo'yadi. Uni o'zim mana bunday qilib kichkinaligidan tarbiyalab shtampoviy shaklga keltirdim. Baland bo'yli kesib, yaqinda undan ko'chatlar olishga tayyorlab qo'ydim. Xudo xolisa chirinkalarim ko'payganda ko'rsataman. Mana bu yerda esa mana ona shamshodlar, shulardan kesib bola olishga tayyorlab qo'ydim. Kichkina qush tili degani ham bor. Mohir gulchilar tanlovi mehr, sabr va go'zallikka oshno qalblar uchun yaratilgan go'zal tashabbusdir. Ushbu tanlov orqali gulsevar insonlarni qo'llab-quvvatlash, tajriba almashish va yurtimizni yanada go'zal, obod va yashil maskanga aylantirishga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Barchangizning xonadoningizdan gullar fori, mehr va fayz arimasin. Uyingiz gulzorga, hayotingiz esa quvonch va barakaga to'la go'zal maskanga aylansin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Barcha ishtirokchilarga ilhom, omad va guldek chiroyli natijalar tilaymiz.